Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay elçixanası tuqqan yo'qlash o'mikini qandaq tashkilladi? Xitoyning İstanbul Bosh konsulxonasi va atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq partiya komiteti birlik saf bo'limining birlikda o'rinlashtirishi bilan Turkiyada yashayotgan atalmış Şinjanlik muhojirlardan tashkil topgan 42 kishilik tuqqan yo'qlash o'miki 4 yanvar Urumchiga yetib borgan bo'lib, ahvoldan xabardor kishilar bu haqdagi bir qism uchurlarni fosh qildi. İsmini oshkorlashni xohlamagan ahvoldan xabardor bir necha Uyg'urning bildirishicha, yaqinda Xitoy elchixona xodimlari Turkiyada yashayotgan bir turkum Uyg'urlarga telefon qilib, vatanga qaytishni xohlasa iltimos sunsa bo'ladiganligini, Xitoy tarafining o'mak tashkillab, ularni ota-onasi bilan uchrashtiradiganligini aytgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini va ko'zbo'yamchilik qilmishlarini yaxshi tunib yetgan ko'plagan Uyg'urlar bu talabga parvo qilmagan yoki rad qilgan. Halbuki 90 ga yaqin Uyg'ur Xitoy elchixonasining bu saxta tashviqot jinoyatiga sherik bo'lib, qaytish iltimosi sungan. Ammo faqat 42 kishining iltimosi tasdiqlangan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tuqqan yo'qlash o'mikidagi Uyg'urlarga bir kelishim imzolatgan. Kelishimda Sharq Turkistonda hech qanday zulm yo'q ekanligi, xalqning boy-bayashat, tinch, gullangan bir jamiyatda yashayotganligidek saxta vaziyatni tasdiqlash, boshqalarga ham shunday tushuntirish haqida ahd berish talab qilingan. Xitoyning bu qatimliq planliq tuqqan yo'qlash o'miki tashkillash harakati muhojiratga Sharq Turkiston xalqining kuchli g'azabini qo'zg'adi. Gerçi bir necha yildan beri har qaysi davlatlarda Xitoyning turli shartlariga qo'shilish badaliga Sharq Turkistonga qaytayotgan Uyg'urlar izchil chiqayotgan bo'lsa-mu, bu qatim 42 Uyg'urning Xitoyning ko'zbo'yamchilik harakatiga to'liq moslashib, irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga ochiq-oshkora hassi qo'shishi texmo kuchli inkas qo'zg'adi. Xitoy bu qatimliq tuqqan yo'qlash o'miki tashkillash saxta tashviqotida Sharq Turkistondagi vaziyatning butunlay normal ekanligidek saxta ko'rinishni o'ttirg'a chiqarishni planlagan bo'lsa-mu, amaliyotda faqat tanlangan oz sondagi Uyg'urlarning ig'ir shartlar va qattiq nazorat ostida oilasidagilar bilan jam bo'lganligidek bir zulmatlik yuzini butun dunyoga ko'rsatib berdi. Uyg'ur o'quvchi Kamila Vahidning jazo muddati to'shib qo'yib berilgan. Bundan 3 yil ilgari Urumchidagi o't ko'ydirib o'ldirish fojiasiga aloqador noroziliklarni ham baharlaganligi uchun Xitoy tarafidan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur qiz Kamila Vahidning nohaq jazo muddati to'shib qo'yib berilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti 6 yanvar X hisobida e'lon qilgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xenan o'lkasidagi Shangju texnologiya institutining Uyg'ur o'quvchisi 2022-yil 12-oyda 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Kamila Vahidning jazo muddati to'shib qo'yib berilgan. Ayni vaqtda Kamila Vahid 19 yoshda bo'lib, 2022-yil 24 noyabr Urumchidagi Uyg'urlar o'ltirishliq bir aholilar binosida yuz bergan Xitoyning qutqizishni qasddan kechiktirishi sababli 50 ga yaqin Uyg'urning joniga zamin bo'lgan o't fojiasiga aloqador noroziliklarni Xitoyning ijtimoiy aloqa vositalarida ham baharlagan. U qishliq ta'tilda yurtiga qaytganda Xitoy tarafidan qo'lga olinib, atalmış radikallikni tashviq qilish bahonasi bilan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 3 yildan buyon xalqaro kechirim tashkiloti va boshqa inson huquqlari tashkilotlari faoliyatchilar Kamila Vahidning qutulishi uchun xalqaro jamiyatga ko'p qatim chaqiriq qilgan edi. Navbatda Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va Xitoyning o'ziga qarshi chiquvchilarni bir umr qora tizimlikka tiqish, nazorat qilish, takror bostirishdek vahshiyona odatini ko'zda tutganda Kamila Vahidning keyingi taqdiri yanada xatar va mujmallik ichida turmoqda. Trump Grenlandiya uchun har xil tanlashlar haqida o'ylashmoqda. Oqsaroy Amerika prezidenti Donald Trump va uning guruhining Grenlandiyani setib olish ehtimolligini muzokara qilganligini va bu nishonni amalga oshirish uchun Amerika armiyasini ishlatishining hamisha bir tanlash ekanligini e'lon qildi.
Trumpning Grenlandiyani Shimoliy qutbda strategik bir Amerika markaziga aylantirish uchun setib olish nishoni Amerikaning Venezuela prezidenti Nicolas Maduroni tutib ketgandan keyin yaqinqi kunlarda qaytadan kun tartibga keldi. Oqsaroy tarafidan e'lon qilingan bayonotda Trumpning Grenlandiyani qo'lga tushirishini Shimoliy qutb rayonidagi dushmanlarimizni to'sish uchun zarur bo'lgan Amerika davlat bexatarligining muhim nuqtasi deb qaraydiganligi bildirildi. Oqsaroy prezident va uning guruhi bu muhim diplomatiya nishoniga yetish uchun har xil tanlashlarni muzokara qilyotdi. Albatta, Amerika armiyasini ishiltish hamisha bosh qo'mondonning buyrug'iga bog'liq bir tanlash dedi. Ismini oshkorlamaslik sharti bilan so'zlagan amaldorning aytishicha, tanlashlar orasida Amerikaning Grenlandiyani bevosita setib olishi yoki bu rayon bilan erkin ittifoqlashish kelishimi imzolashi bor ekan. Ammo erkin ittifoqlashish kelishimi Trumpni 57 ming nüfuslik bu orolni Amerikaning bir qismiga aylantirish nishoniga to'liq yetkazolmaydi ekan. Mazkur amaldor NATO rahbarlarining Grenlandiyani qo'llaydigan kuchlik bayonotlarining Trumpni rayidan yondirolmaganligini bildirgan. Amerika hukumatining amaldorlari bu orolning yuqori texnika va harbiy sohada ishlatiladigan muhim konvoylarga ega bo'lganligi uchun Amerika uchun intayin muhimligini o'tirg'a qo'ymoqda. Bu bayliqlar Amerika kuchi kamchil bo'lish, ul aslahalarining yetarsizligi va boshqa qiyinchiliklar sababidan texchi qezilmay turmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.